Assalomu alaykum, Islomjon kanali obunachilari hamda bizni muntazam kuzatib borayotgan akalar, ukalar, qo'yishqozlar, chorvashqo. Akalar, bugun hafta kuniga 6-aprel 2026-yil Qirg'iziston Bishkek So'xliq bozoridamiz. Inshaalloh bu yerda sizlarga narx-navolarni yoritganiga kelamiz akalar. Bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar, xudo xolasa Qirg'iziston bozorlarining narx-navolarni yoritamiz. Qo'ldan kelgancha kanalga like bosib, podpishka qilib turasizlar akalar. Akalar, hozir yo'llar bek, inshaalloh yo'llar ochilsa, qo'ylarni olib boramiz, o'tamiz, Arashan qo'yishqozlariga inshaalloh qo'ylarni yetkazib boramiz akalar. Hozir birinchida savdo bo'ldi. O'zimizni tanishimiz bitta qo'yib turardik, Ravil aka, shu O'zbek Qirg'izistonni o'ziga sotdilar, bizga emas. Mana shu. Uyda bor aka. Telefon nomer qoldiramiz hozir. Telefon nomer qoldiramiz. Aka, mana shuni video tortsam bo'ladimi? Yine erkekler yine. Rab, bir minut. Shuni video tortamiz. Mana shu qo'zini sovliqni sotdilar. Necha oylik bu aka? 11 oylik qo'zi, ha? 11 oylik qo'zi. Mashalloh, like bosib, bitta 22. like bosib qo'yinglar, akalar, mana qaranglar. Qulog'i 21 taza. Toza 21 bandirovkada. Elitadan o'tgan akalar, bandirovkadan elita o'tgan. Narxi $3200 bo'pti. Shu Qirg'izistonlik So'xliq bozorida o'zimizda akamiz olibdilar. Xo'p. Bu qancha? Ravil aka? Bunu 3 ta otasi. $3000. Mashalloh, qo'ydi qaranglar kattaligini akalar. Haqiqiy gigant, o'ta zo'ri. Trigesi taxminan 130-120 kilogrammi bor. $3000 so'rashyapti mashina. Qirg'iziston So'xliq bozorida turibdi. Ravil aka, WhatsApp nomer ayting. 555 555 90 90 50 23. 50 23 ha? Akalar, WhatsApp nomerlari o'shanday qo'yib kiramiz, aloqa chiqarasizlar mana. Ko'ringlar. Qo'chqorlar ham sizga. Mana yo'qmi? Onda tartib. Svetlari ham chotki akalar. Uchovi ham o'zimdan deyapti mana. Mashalloh. Haqiqiy zo'rlar. Ular bas qanchadan aka? Bu 150. Aha. Sonra 150. Bu 150 ming ha? Buni 150 ming so'rashyapti ekan. Quyruq ozroq bas ekan, lekin svetli o'ta dahshat qo'y ekan akalar. 1 yosh 2 oylik. Tish qo'tardi, 2 juma bo'ldi. Ha, 2 juma bo'ldi, tish qo'tardi. 96. Quloq nechi? Jigima chiqadimi? 96, quloq 19. Quloq 19 ha? Quloq 19. Bo'yi 96. 2 tish. 2 tish. 2 tish jangi. Mashalloh akalar, aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa zo'rlarni yoritib boraveramiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana bu yerda mana qaranglar, haqiqiy zo'r qo'ylar mana shu yerda mana. Mashalloh, mana qaranglar akalar. O'tda o'dorlari, go'zallari, mana kallani qaranglar. Balki ba'zi qancha buni? $10,000 ha? $10,000 so'rashyapti. Qaranglar, popugoymi? Bitta like urib qo'yasizlar kallaga. Oyoq kasteklar ham o'ta baquvvat ekan jonivor. 05 kadrda olyapmiz atayna. Hamma yo'g'i chiroyli, mukammal ko'rinsin deb akalar eng kichkina kadrda olyapmiz. $10,000 so'rashyapti. Bu ba'zichi voy. 350 ming ha. Eslatib o'tamiz akalar, 1000 so'm pul hozir biz bu kursga 140 ming so'm to'g'ri kelyapti. 350 ming so'm so'rashyapti. 1000 so'mi 140 ming so'm biz pulga akalar. Mana jonivor. Kami bor ha, 350 ming kami bor deyishyapti. Mana Arashandan qo'zi ha? Necha oylik? 8 oylik. 8 oylik qo'zi ha? Mana akalar, haqiqiy zo'rlari mana shu yerda. Kelaverasizlar. So'xliq bozorida xudo xolasa, ammo hozircha aytilyapti-yu, yo'llar bek. Xudo xolasa yo'llar ochilsa, qo'ylar o'tishni boshlaymiz yana. Shunchaki sizlar uchun narx-navolarni yoritgani aylanib o'zimiz keldik. Xudo xolasa zo'rlari video syomka qilib ko'rsatib boraveramiz. Mana qo'yda qaranglar, qora qo'yda gigantadan ekan, mashalloh. Haqiqiy ideal. Balki bu yosh qanday? Qora qo'y. 3 yosh. 3 yosh ha? Balasi bormi? Balasi bor, 3 yosh. Mashalloh, mana qarang. Necha oylik qo'ysiz? 2,5 oylik oldu. O'ta katta o'tdi-ya. O qaranglar akalar, idealidan, haqiqiy zo'ridan, tozasidan so'ragan ukalarimiz. Mana, gigant ekan jon. Trigesiga taxminan 130 kg keladi-ya. 130 kg nari beri. Basini qancha so'rayapsiz? 120 ha? Bu qora qo'chqar ham sizdan? O qaranglar akalar.
haqiqiy arashandi qorasidan boqaman degan aka-ukalarımizga arashandi qora variantida. Maşallah. Buni bahsi qancha aka? Bas. 250. 250 ya. 250 ming so'rashyapti. Mana. Bular urg'ochilar. Bular qanchadan so'rayapsiz? 7000 dollar. Bu 7000 dollar ha bunisi. Bunisi-chi? Bu 350 ming. 350 ming. Narxda bor 350 ming. Nargisi ham 350 ming ya. Maşallah, bu qaranglar akalar. Quloqlarini, kallagar, bunuslar qaranglar. Haqiqiy ideal, super elitalari. Bu akamizni ko'p obunachilarimiz taniydi. Oldindan mana shunaqa arashan qo'y boqib, arashan qo'y bilan shug'ullanadigan akamiz. Xudo xolasa hozir WhatsApp nomerlarini qo'yib ketamiz. WhatsApp nomerni aytib keting aka. 706 706 02 96 44. 02 96 44 ha? Bo'ldi. Akalar aloqa chiqarasizlar. Kesalari So'g'liq bozorida turibdilar. Telefon qilib aloqalashib bemalol qo'ylari yoqsa qo'ylardan baraka qilib hali qilaverasizlar. Ammo hozircha aytilyapti, yo'llar bek, yo'llar ochilsa o'tib ketaverasizlar. O'tda kelgan qo'ylar bilan shug'ullanadilar, tozalari bilan inshaalloh. Akalar yana bitta arashanni qorasidan ishqiboz aka-ukalamizga qora variantda arashan qo'chqorimiz. Maşallah, bag'ida sariq, bag'ida qora. Mana buni svetini qaranglar akalar. Bitta like urib qo'yinglar mana shu svetliligiga. Dumba ham tikka yegan jonivor, maşallah. O'ta baquvvat, o'ta katta narsa. Bu sizlardanmi? Qanchadan bahs? 5000 dollar. Bu 5000 dollar ha. Bunisi-chi jiya? Bilmaysan, bunisini ham bilmaysan. Bu xazayinda buni 300 dollar. Buni 300 ming so'm, 40 so'm bu-chi? Bunda o'shanda öyle. Bu ham 300 ming ha? Ular 23. Ular 23. Qo'y 90. Akalar 300 ming so'mdan so'rashyapti ekan. Yana bir bor eslatib o'tamiz, 1000 so'm puli bizning pulga hozirgi kunda 140 ming so'm ozmos nari beri to'g'ri keladi. Bunisi 5000 dollar ha? Maşallah. Buni tishi qanday jash? 6 tish ha? Akalar maza qilib ko'ringlar, bu qo'ranglar. Mana to'qli sog'liqlari, ideallar. Jonivorlar, dummas, tikka, haqiqiy zo'rlar mana. O'ta go'zallar. Bitta like urib qo'yasizlar akalar. 35. Hammasini video syomka qilib yuribmiz akalar mana. Mana qo'chqorni qaranglar. Maşallah. Zo'rlari hozir chiqadi akalar. Mana edi go'shtni ishlar, oddiy chorva qo'ylari ham bor. Mazaq tomosha qilaverasizlar. Akalar mana qo'ylarni qaranglar. Haqiqiy zo'rlari. Mana bu uzoqlashtirib eng kichkina kadrda olinyapti mana, kattalashga kadr akalar. Mazaq tomosha qilinglar, zot yo'nalishiga qo'chqorlar. Qo'chqorlar qanchada so'ragan bilmadingizmi egasi? Bilmadim, lekin Frankelni nevaralari biladi. Frankel nevaralari 20 ming dollarmi, 15 ming dollardan deyishyapti akalar. Haqiqiy zo'rlari mana. Uchta ekan jonivor, maşallah. Oq yuz, oq quloq brendoviylardan akalar. Maza qilinglar, mana shuna qo'ydi boqinglar akalar. Xudo xolasa hammani chorvasiga 100 talab, 1000 talab bo'lsin. Mana bozorda ko'rib turibsizlar. Zo'rlari, ideallari inshaalloh chiqilaveradi. Qirg'izistonda kesalaring maza qilib qo'yib olib, maza qilib boqasizlar. Xudo xolasa yo'llar ochilib qolsa, o'zlarimiz ham o'tamiz. O'sha paytda ham inshaalloh barcha ma'lumotlarni yo'ritib sizlarga taqdim etamiz. Ko'rib maza qilib turaverasizlar, xudo xolasa. Akalar, haqiqiy dahshatlari to'g'ri sog'liq. Haqiqiy zo'rlari mana 2 dona turgan ekan, inshaalloh ularni ham sizlarga yoritib o'tamiz. Narx qanchadan aka bular? 5000 dollar, 3000 dollar ha? 8000 dollar so'rashyapti. Mana qaranglar akalar. Ikkovi ham qo'z ha? Maşallah. Kallagar bonuslar Ikkovini kelar. brachka 5000 berdim, men bergan yo'q. Maşallah. Dollarga mana brachka. Diyallar. Akalar oyoq qo'lda kastehlarni qaranglar. Haqiqiy zo'rlari mana. Maza qilib qo'y qo'yib olaman, seleksiya qilaman degan aka-ukalarimizga tavsiya etib o'taveramiz. Maza qilib tomosha qilinglar. Bu qaranglar, svetlilikni brendiga qo'ylar. Maşallah. Haqiqiy zo'rlar akalar.